Farg'ona shaharida birinchi marta Turkiyaning taomi kavurma degan taom ochilib qarang. Bunisi mol go'shtida говядина, dumbalarda qarang solganini iliklari bilan birga ekan. Bunisi tovuq go'shti ekan. Bu ham kavurma. Kimdir endi maxsus tovuq go'shti yegisi keladi, kimdir mol go'shti yegisi keladi. Lekin ikki xilda ekan qarang. Xolasiz nonga ekan, xolasiz bo'lishga qilib berilar ekan. Lekin mana bu sovuslar hammasi tabiiy tayyorlanar ekan. Tabiiy hammasi siraz mashatda o'zi ko'zingiz oldida siraz tayyorlab berishadi. Saboy xolasiz olib keting, xolasiz mashatding. Lekin mazasi zo'r ekan haqiqatda. Go'sht sovus ekan xolos. Chay yormas ekan. Endi ichkarida joylar bor, endi ovqatlanib o'tirishibdi odamlar mana. Ko'rasiz, ba'da joyi saboy ham olib ketib bo'lar. Shahar ichi dastavka ham bormi? Shahar ichi dastavka qilib berishadi. Tashqaridan lokatsiyasini tushuntiraman. Choy, kofe, nima ichkisi kelsa, ichib, mashatda yeb ichib, kavurmadan teyib ko'radigan ekan to'g'risi. Qiz ochdim, kavurma lokatsiyasi qayerda deganlari ko'rsa ikki xil bo'layotgan. Bitta go'shtni ham ko'rdim, ba'zan shuna zo'r ekan. Qarang, mana uni ketashga, bag'i Gazvada Nurxondan shunday burilganimizda birinchi bekatni, aqlli bekat shunday ro'parasida mana kavurma deb yozib qo'yibdi. Ertalab soat 10:00 da kechki paytga 22:00 ga ishlarkan shahar ichi dastavkasi bor. Ekranga dastavkaning raqamini qo'yib qo'yapman. Farg'ona shahar ichi dastavka qildiraverasizlar. Bugundan boshlab ish faoliyatini boshladi. 2-4 ta bilan kelib yeb ko'rsanglar, ommalar ishtahani ochadigan narsa ekan. Like bosib tarqatib, go'sht yaxshi ko'radigan o'rtaga video tashlab qo'yinglar, iltimos.